Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana xudo xolasa kraska jarayonlari, suvarkadan chiqqan jarayonlarni fonli klientlarimizga xudo xolasa birin-ketin tashab ko'rsatib boryapman. Mana hayti fason. O'zlarining baho berishlari mumkin. Nihoyatda chiroyli chiqqan. Xo'p, changiga e'tibor bermaysizlar. Lazerli o'sha hayti fason. Addenni kalitga bo'lgan tahiyasi. Bunisi soqqal hayti fason. Bu kraska jarayonida hozir ponni malyarka ishlarini, tozalash ishlarini chaqlab, ponni tozalab chiqyapti. Xudo xolasa bu ham kraskaga tayyor bo'ladi. O'zlaring ko'rib baho berishingiz mumkin. Oldi 1.8, orqasi 1.5 bo'lgan, 2 qavat bo'lgan. Xudo xolasa mana Samarqand fason. Yo mokra, yo koreyshivi, yo oqmas. Qaymoq svetda nihoyatda chiroyli qilib sepib beryapmiz. Mana o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Darvozani biror joyida bir defekt yo'q. Nihoyatda chiroyli. Haqiqiy ustalari qilyapti. Kirashchilarimizga malades. Mashalloh. Nihoyatda chiroyli. Bu darvozamiz 3 qavatli variantda bo'lgan. Ütüpitil qilingan. Mana yana bitta qanoti. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Nihoyatda chiroyli. Adeni kalitga bo'lgan bu ham. Mashalloh, juda chiroyli. Mana adnalchkalari ham xudo xolasa tayyor. 40 sm adnalchka qilgan. O'ziga yarashgan tumbalari bor. Oldi shirshavalis bo'lgan. Mana sepilish jarayonlari. Nihoyatda chiroyli. Neva tomondan bitta olib bering. Samarqand fasonimizda kraskada oldingi jarayoni bu. Bu ham o'sha ponni malyarka ishlari bo'layapti. Shahlaydi, razvetilda yuvib chiqadi. Shu chaqlariga ponni ishlov beradi. Xudo xolasa. Buni ham o'sha sepilish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. O'zlaring ko'rib baho berishadi. Xudo xolasa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga dastlabkilarimiz bor. Mana o'zgacha yangi fasonimizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana bu fasonimiz ham o'sha nihoyatda chiroyli chiqyapti. O'ta qalin materialda bo'lgan. 1.8 plyusovoy. Mana orqalari yopilgan, tekisga mana orqasi tekisga yopilgan. Qo'y qo'ralarimiz ham bor. Zakazga qilingan. Agar qilib ber deysa, qilib berishaveramiz. Bitta darvoza olganga bittadan qo'y qo'ra ham qo'shib beraveramiz mana. Sep desalar, sep qo'shib beramiz, qo'y qo'ra desalar ham qo'y qo'ra ham qo'shib beraveramiz. Xudo xolasa. Qo'y boqadiganlarga xudo xolasa chiroyli tayyorlab beramiz. Bu 3 talik, bunisi 2 talik. Xatirjam 3 tadan qo'chqor boqilaveradi. Mana Toshkent Sergeliga tayyor bo'lyapti bu fasonimiz. Bu ham 3 qavatli variantda bo'lyapti. Mana bu kraska suvarkada oldingi holat.